Qo'qonda yashaydigan ko'p bolali oilalar, sizlarni xabaringlar bormi? Mittivoy magazini bozordan ham arzon narxda sotishayotgan ekan. Shundaqina Media Parkni tagida ochilgan Mittivoyga biz ham tashrif buyurdik. Farzandimni ko'tarib olganimni ko'rib, sergak yordamchi qizlarimiz kelib Mittivoyni jajji mijozlari uchun deb yozilgan kolyaskalarni olib kelishdi. Aynan shu tomoni menga juda ham yoqib tushdi. Hammasi Turkiya, Xitoy kiyimlari, hech qanaqa kargolarsiz, uzoq kutilishlarsiz tayyorgina Mittivoy do'koniga borasiz, ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingiz bilan ushab, bolajoningiz bilan maza qilib shopping qilib ketasiz. Trolka, dvoyka hammasidan bor ekan. Ayniqsa jajji bolajonlarimiz uchun ham assortiment juda ham katta ekan. Bu magazin katta bo'lgani uchun adashib qolishimga ozgincha qoldi. Raddim sumka qilaman deb yurgan opajonlar, singiljonlar endi qayerga borishni bilasizlar, to'g'ri Mittivoyga kelaverasizlar. Chunki Mittivoyda hamma narsa bor. Kelib bemalol sumkangizni to'ldirib ketasiz. Ha, aytgancha Mittivoy magazinida 1+1 aksiyasi ketyapti. Bitta o'yinchoqni olasiz, bittasi tekin. Kolyaskalarga bo'lsa assortiment juda ham katta ekan. Dron kolyaskalar bo'lsa aksiyada ekan. Bu aksiyadan men foydalanaman. Siz bo'lsa foydalanib qoling.